Ibodat! Ha, hozir. O adasi. Mana nima ahvol? Yuvilmagan, dazmol qilinmagan nima ahvol bu? Anaqa ozgina mazam yo'q edi, esimdan chiqib qopti. Xudoni bergan kuni kasalsan. Boshqa bahonang ham bormi sani? Bahona qilayotganim yo'q. Ahvolingni qara. O'zingga ham qaramaysan qat'iy. Mayli bu ishda mayli, o'zingga ham qaramaysan. Kelsa bir odam uyga kelgisi ham kelmaydi, borib basharangni ko'rib. Mana buni to'g'rilab qo'y. Qoch. Ha, men yomon ayolman. Hech qachon turmush o'rtog'imdan xarajatlarim uchun pul so'ramadim. Bitta ko'ylak olib bering demadim. Tug'ilgan kunimda hech qachon sovg'a olmadim. Arazlaganimda bitta gulga arzimadim. Chunki men shunaqa yomon ayolman.